O'zbekiston dunyo siyosatida muhim rolni egallayapti. Avstraliyada yoshlarning Instagram akkauntlari bloklandi. Tramp va nihoyat Nobelga erishdi. Hammaga salom, ko'rib turganingiz Qurshow yangiliklari va kelayotgan yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan eng shovqinli yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Hukumat bilan ochiq muloqotda turizm sohasidagi tadbirkor avia chiptalarni va kirish biletlarini narxini pasaytirishni so'radi. O'z oxirgi paytda hukumat vakillari borgan sari ko'proq turistlarni yurtimizga jalb qilishga harakat qilishyapti va bu taklif juda o'rinli hisoblanadi. Tadbirkorning aytishicha, O'zbekistonga uchib kelish avia chipta narxlari 700 AQSh dollaridan 900 AQSh dollarigacha. Undan tashqari, O'zbekistonning asosiy tarixiy obidalari yoki boshqa diqqatga sazovor joylarga kirish narxlari umumiy 100-150 AQSh dollaridan oshadi. Tadbirkor hozir butun dunyoda moliyaviy vaziyat barqaror emasligi uchun turistlar oqimi biroz pasayishi kutilayotganini ham alohida aytib o'tdi. Taklifni Respublika bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev jiddiy qabul qilib, Turizm agentligi va Madaniyat vazirligiga aynan mana shu masala bo'yicha topshiriqlar berdi. Ozodlikdan mahrum bo'lgan shaxslar endi kitob o'qish orqali qamoq muddatini qisqartirishlari mumkin. Davlat tomonidan tuzib chiqilgan maxsus kitoblar to'plami bor. Agarda mahkum mana shu kitoblarni o'qib chiqsa va bu tasdiqlansa, uning qamoq muddati 3 kunga qisqaradi. Mahkum kitobni o'qib chiqqach, komissiya uni tekshirib, qisqartirishni tasdiqlaydi. Lekin qisqartirish 1 yilda 30 kundan oshishi mumkin emas. Mahkumlar uchun yana bir imkoniyat. Endi ular oila a'zolari va yaqinlari bilan video qo'ng'iroq orqali gaplashishlari mumkin. Faqat qo'ng'iroq vaqti 15 daqiqadan oshib ketmasligi kerak. Har doim ham ularni kelib ko'ra olmasligi mumkin, lekin bir haftada bir marta yoki bir oyda bir marta video qo'ng'iroq orqali ko'rishib gaplashish bu sog'inch hissini ancha kamaytiradi. Navoiyda noqonuniy ravishda oltin qazish bilan shug'ullanib kelgan shaxslar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ular tarkibida umumiy 9 kilogramm 928 gramm oltin bo'lgan tog' jinslarini o'g'irlashga erishishgan. Buncha oltinning qiymati 15 milliard 550 million so'mdan oshadi. Jinoyatchilar sun'iy hovuz va ag'darmalar tashkil qilishga ham erishishgan. Hozirgi paytga kelib guruhning boshqa jinoyatlarga aloqasi borligi va shaxslarning aniq rollari tekshirilyapti. Agarda bugundan keyin do'stingiz zerikkanidan qanaqadir tema bor deb yozib qolsa yoki sizni chaqirib bir nimalarni o'rgatishni boshlasa, iltimos uni qonun doirasida bir marta tekshirib ko'ring, bo'lmasam sizni Heisenberg taqdiri kutayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampning taklifi bilan Tinchlik kengashini imzolashda ishtirok etdi. Tinchlik kengashidan maqsad G'azo sektorida xavfsizlikni ta'minlash, kelajakda tinch va osoyishta G'azoni qurishga qaratilgan. Prezidentimizning qatnashishlari O'zbekistonni Tinchlik kengashini ta'sis etgan davlatlar qatoriga qo'shadi. Undan tashqari bu qolgan ta'sischi davlatlar bilan yaqin hamkorlikda ishlashga sababchi bo'lishi nazarda tutilgan. 2026-yilning 1-yanvaridan AQSh fuqarolariga 30 kungacha vizasiz tashrifga ruxsat berilgandi. Hozir esa javob kutyapmiz. Ya'ni prezidentning farmoniga ko'ra Tashqi ishlar vazirligi AQSh tomoni bilan vizani yengillashtirish ustida muzokaralarni olib borishmoqda. Oxirgi paytlarda AQSh bir qancha keskin qarorlarni qabul qildi. Bunga qaramasdan diplomatlar O'zbekiston fuqarolarining tashrifini osonlashtirishga harakat qilishyapti. Umid qilamizki, muzokaralar aynan biz uchun foydali qarorlarga olib keladi, chunki 2026-yilda bizda AQShga tashrif buyurish uchun har doimgidan ham kattaroq va ko'proq sabablar bor. Donald Tramp va nihoyat orzusiga erishdi. Mariya Karina Machado 2025-yil Nobelning tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Yaqinda Mariya o'zini Nobel medalini AQSh prezidenti Donald Trampga sovg'a qildi. Lekin bunga qaramasdan Tramp Nobel laureati deb hisoblanmaydi. Bu shunchaki ramziy sovg'a, qimmat sovg'a. Mariya Karina Machado Venesuelada demokratiya va avtoritar hukumatga qarshi tinch yo'l bilan kurashgani uchun unga Nobelning tinchlik medalini berishgandi. Donald Tramp esa yaqinda Venesuela prezidenti Maduroni qo'lga oldi va Venesuela aholisiga tinchlik, barqarorlikni va'da qildi. Shundan keyin Mariya Trampga minnatdorchilik sifatida o'zining Nobel medalini sovg'a qildi. Hindistonda qasoskor fil paydo bo'ldi. Xabar berilishicha, fil 9 kunda 20 tadan ortiq insonning umriga zomin bo'lgan. Afsuski, qurbonlar orasida qariyalar va bolalar ham bor. Fil qo'lga o'rgatilmagan. Uning hujum qilayotganiga sabab esa u must deb ataladigan holatda bo'lishi mumkin. Bunday holatda erkak fillarda testosteron odatdagidan baland bo'ladi. Aynan shuning uchun ham ular jismonan aktivroq va agressiv bo'lib qolishadi.
Hozirgi paytda 100 dan ortiq o'rmon xodimlari filni tutishga harakat qilishyapti. Lekin u doimiy joyini o'zgartirgani va aktiv bo'lgani uchun uni qo'lga olish muammoga aylangan. O'zi Sharqiy Hindiston hududlarida odamlar bilan fillarning to'qnashuvlari borgan sari ko'payib boryapti. Sababi esa juda oddiy. O'rmonlar qisqarib borayotgani uchun yovvoyi fillar insonlarga yaqin yashashga, oziq-ovqat izlashga majbur bo'lishyapti. Fillar yashashni tanlashyapti. Kurashni tanlashyapti. Siz ham shunday qiling. Yashashni tanla. Kurashni tanla. O'zbek reperi Shaka aytganidek, ijtimoiy tarmoqlar kasallikdir o'rtoqlar. Avstraliyada 16 yoshgacha bo'lganlarga ijtimoiy tarmoqdan foydalanishni cheklashyapti. Yangi qonunga ko'ra, ular o'z nomlariga akkaunt ochishlari yoki ochilgan akkauntdan foydalanishlari taqiqlanadi. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarga avstraliyalik yoshlar endi kira olishmaydi. Lekin Telegram va WhatsAppga o'xshash messenjerlarga hozircha taqiqlar yo'q. Agarda 16 yoshgacha bo'lgan shaxslar akkaunt ochsa, hukumat $49,5 million jarima qo'yishadi. Jarimani foydalanuvchi emas, kompaniya to'laydi. Bu qonundan maqsad bolalarni ruhiy salomatligini va xavfsizligini ta'minlash. Nima deb o'ylaysiz? Bu rostdan ham yordam beradimi? Yoki yoshlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning boshqa yo'llarini ham topishadi? Tasavvur qiling, hammasi bolalikdek. Tralalalo tralala, tun sahurlarsiz. Faqat siz, 4 ta o'rtog'ingiz va Jamshid Koptok tepasida. OpenAI ChatGPT Translate'ni ishga tushirdi. Uni boshqa tarjimonlardan farqi u kontekstdan kelib chiqib, rasmiy, akademik yoki bolalarga mos tilga tarjima qiladi. ChatGPT Translate Google'ga o'xshab to'g'ridan to'g'ri tarjima qilmasdan sizga ma'noni to'g'ri tushunishga yordam beradi. Undan tashqari OpenAI ChatGPTga reklama qo'shishni ham ma'lum qildi. Endi siqilib o'tirganingizda ChatGPTdan maslahat so'ramoqchi bo'lasiz. Keyin kirganingizda 600 metr nariroqda yashaydigan Natasha uyda bir o'zi ekanligini yozadi. Balkim shunda hamma muammolaringiz esingizdan chiqib, 600 metrlik sprint qilarsiz. Reklamalar faqatgina ChatGPTning bepul yoki Go versiyasida chiqadi. Qimmatroq obunaga ega bo'lganlar undan reklamasiz foydalanishni davom etishadi. Shunaqa o'zi. Puli yo'q bo'lsa, Natashadan boshqa hech kimga kerak emas. Malayziyada yoshlar uchun qariyalar uyi ochildi. Adashmadingiz. Bu yerda odatiy qariyalar uyiga o'xshab tibbiy ko'riklar yo'q. Shunchaki stress va har xil bosimlardan xoli atmosfera bor xolos. Muassasada hech kim hech kimga xalaqit bermaydi. Erta uyg'onish, doim bir ish bilan band bo'lish shart emas. Xohlagan vaqtda uyg'onish, osmonga qarab xayol surib yotish, bekorchilik bilan shug'ullanish mumkin. Muassasada yashash uchun bir oylik to'lov $430. Uni ichiga 3 mahal ovqat, yotoqxona va yana boshqa qulayliklar kiradi. Rostdan ham karyera qurish, moliyaviy mustaqil bo'lish borgan sari qiyinlashib boryapti va aynan shuning uchun ko'p zo'mirlarda doimiy stress bor. Nima deb o'ylaysiz? Shunga o'xshagan joylar bizda ham ochilishi kerakmi? Izohlarda yozib qo'ying. O'tgan hafta oxirida blogerlar o'rtasida CS2 bo'yicha turnir o'tkazildi. Tadbir joyidan reportajni bizning muxbirimiz Mubina olib bordi. Turnirdagi eng kuchli jamoa kim deb o'ylaysiz? Qaysi deb o'ylaysiz? Only Gamers! Ismim Jahongir, GamePoint egasman. Turnirlar o'tkazamiz, klubimiz bor. Qachonlar kibersportni tashlab, seriyozroq ishga o'tish niyatingiz bormi? Hozircha yo'q, chunki buni orqasidan pul topaman. Bu CS o'ynash uchun mashinamni ham sotib kompyuter yig'dirganman, kerak bo'lsa. Agar xotiningiz qarshi bo'lsa, Xotinim qarshi bo'lsa, sog' bo'ladi-da. Nima qilamiz? kimning kili eng chiroylisi bo'ldi hozirgi o'n? Bu o'yinda takoy wow kill bo'lmadi, hammasi defaultni kill bo'ldi. To'g'risi, tipani highlight qiladigan kill bo'lgani yo'q. CS:GO turnirida nima qilasiz? Endi hozir ozgincha highlight qilib beraman. Eplagancha o'ynaymiz. Nasib yutishga shans yo'q, lekin shans qidirishga harakat qilamiz. Tashkil qilish g'oyasi kimdan chiqdi? Tashkil qilish g'oyasi o'zim menda yoshligimdan bo'lgan, qiziqish bo'lgan. O'zim unaqa zo'r o'ynamasam ham, lekin ko'rish har doim qiziq bo'lgan. Shuning uchun hozir возможностьlar ko'paydi ancha. Shuning hisobiga turnirlar o'tkazyapmiz. Qachondir vaqt kelib, bu o'yinni tashlab, seriyozroq ishga o'tmoqchi bo'lganmiz? O'zi Qibray epizodda ishlaganman. Qibray epizodda tashladim. То есть ish tashlab streamga o'tdim. Пока aktualni bo'lgani sababli shu sohada пока что yurib turaman. Qachonki aktiv tushib, tam. Endi востребованность bo'lmagan
taraf bo'lgandan keyin o'shandan keyin menimcha уже серьезныйlashaman. Boshqa ishga o'taman. Lekin men o'zim xursandman, o'zimga yoqyapti shu narsa, shu направление. Kibersportni ko'tarmoqchiman O'zbekistonda men ham. O'zimni hissamni kirgizmoqchiman. Qizlar orasida o'zini eng zo'r ko'rsatgan o'yinchi kim deb o'ylaysiz? Qizlar orasida Paytgacha. qizlar bormi bu yoqda? Men translar deb o'ylagan ekanman, qizlar bilmadim. Bugun qaysi jamoa yutadi deb o'ylaysiz? Скорее всего, One PC. Sababi? Но из-за того, что там 5 игроков на одинаковом уровне и стреляют они хорошо на лане. Kibersport qizlar uchun emas degan g'oyaga qanaqa qaraysiz? Плюсую. Sabab? Просто. Turnirdagi eng kuchli jamoa qaysi deb o'ylaysiz? Turnirdagi eng kuchli jamoa Samasaboy Only Gamers. Only Gamers bizning komandamiz. Biz ishongan igroklar juda ham ko'p berdi. Faqat noto'g'ri kartdan pik qilishsa GG yutqizdik. CS:GO'ga qiziqishingiz qayerdan paydo bo'lgan? CS:GO'ga qiziqishim. Adam yoshligimda kamtarxonada urib olib kelganlar, na prinsip CS:GO o'ynayman deganman. Agar jamoangizga bitta qiz qo'shilyapti bo'lsa, imkon bo'lsa qaysi qiz tanlagan bo'lasiz? Qiz? Kibersportchi qizlardan. Ya, Esbar. Qiz nikah qo'shilmaydi. Go to kitchen. Eng yoqtirgan va yoqtirmagan kartalaringiz qaysi? Xo'p, eng yoqtirganim Miraj bo'lsa kerak, chunki Mirajda yugurib o'tish kerak. Eng yoqtirmaganim mana prям mana bu nas odamlar o'ynaydigan Inferno bo'lsa kerak. Faqat boboylar o'ynaydi, 30+ o'ynaydigan karta. Qachondir kibersportni tashlab, серьезный ravishga o'tish niyatingiz bormi? Buni o'zi серьезный shu. Qaysi jamoa yutadi deb o'ylaysiz? No Mercy обязательно. Only Gamers komandasi жестко aytib bo'lmaydi. Brit Awards mukofoti nominatsiyalari va nihoyat e'lon qilindi. Brit Awardsni Britaniyaning Grammy'si deyish mumkin va bu yil birinchi marta ayol xonandalar erkak xonandalardan o'tib ketdi. Nominatsiyalarning 70% aynan ayollar. Yetakchilik qilayotgan artistlar esa Lola Young va Olivia Dean. Ularning har biri 5 tadan nominatsiyalarga kiritilgan. Undan tashqari eng yaxshi xalqaro artistlar orasida Tyler the Creator, Sabrina Carpenter, Doechii, Taylor Swift, Bad Bunny kabi katta nomlar bor. Eng yaxshi hip-hop artistlar orasiga esa Dave, Central C ham kiritilgan. Brit Awards 28-fevral kuni bo'lib o'tadi. Nima deb o'ylaysiz, yil artisti nominatsiyasini kim yutadi? Olivia Dean, Lola Young yoki Dave? Undan tashqari Sundance Film festivalida qatnashadigan filmlar ro'yxati ham taqdim qilindi. Bilmaganlar uchun aytib o'tishim kerak, Sundance Film Festival bu kelajakdagi katta aktyorlar yoki rejissyorlar kashf qilinadigan joy. Chunki unda Grand Kino studiyalar prodyuserlik qilgan filmlar qatnashmaydi. Shuning uchun ham Sundance-ni e'tiborga olishimiz shart. Bu yil ham odatdagidek AQSh drama kinolari, AQSh hujjatli filmlari, xalqaro hujjatli filmlar va janrdagi filmlar kategoriyalari bo'yicha eng yaxshi mustaqil filmlar taqdirlanadi. Yaqinda Registon maydonida Dunyo opera yulduzi Andrea Bocelli konsert bergandi. Endigi navbat 13 ta Grammy, Oscar va Emmy mukofotlari g'olibi John Legendga. Konsert shu yilning 8-iyun kuni O'zbekiston Madaniyat va san'atni rivojlantirish fondi tashabbusi bilan tashkil qilinyapti. Borgan sari bir-biridan katta yulduzlarni O'zbekistonga jalb qilish bu albatta eng yaxshi qarorlardan bittasi. Chunki bu orqali O'zbekiston brendi xalqaro bozorda yana ham mashhurroq bo'ladi va undan tashqari o'zimizni hududlarda madaniyat, san'at yanada yaxshiroq rivojlanadi. Va bu haftaning eng asosiy yangiliklaridan biri bu albatta Oscar nominatsiyalari e'lon qilingani. O'zi 2025-yilda juda ko'p yaxshi filmlar chiqdi. Formula 1, Sinners, One Battle After Another va eng shov-shuvli bo'lgan Marty Supreme. Asosiy roldagi eng yaxshi aktyor nominatsiyasiga Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio va Michael B. Jordan kiritilgan. Eng yaxshi film uchun esa Sinners, One Battle After Another, Frankenstein, Bugunya, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Train Dreams, Formula 1lar qatnashadi. Ryan Cooglerning Sinners filmi bu yil yangi rekord qo'ydi. Ya'ni Sinners umumiy 16 ta nominatsiyada bor va ko'ramiz endi nechtasini yutadi. Men o'zim Sinners, One Battle After Another, Formula 1larni ko'rib chiqdim, lekin Frankenstein, Marty Supreme'larni ko'rishga vaqtim bo'lmadi. Agarda siz mana shu filmlarni hammasini ko'rgan bo'lsangiz, albatta izohlarda fikringizni yozib keting. Bu yil eng yaxshi film nominatsiyasini qaysi biri yutadi? Yilning eng yaxshi aktyorichi? Eng yaxshi aktyor kim bo'ladi? Timothée Chalamet DiCaprio'dan o'tib ketadimi yoki ikkita rolni ijro etgani uchun Michael B. Jordan'ga berishadimi?
Dubayda bo'lib o'tgan 24 soatli poygada birinchi marta o'zbekistonlik poygachi qatnashdi. Ismoil Ahmedxo'jayev Rosa Racing jamoasida kurash olib bordi. Garchi uning jamoasi poygani oxirigacha yakunlay olmagan bo'lsa-da, bu o'zbekistonlik poygachi qatnashgan birinchi katta turnir hisoblanadi. Bundan oldin Ismoil Formula 4 poygalarida qatnashgani haqida ma'lumotlar bor. Ismoil Ahmedxo'jayev endigina 21 yosh va bu uning karyerasini boshlanishi. Kelajakda undan katta natijalarni kutib qolamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Riza Sport markaziy himoyachisi Husniddin Aliqulov tizzasidan jarohat olgani uchun 6-9 oyga safdan chiqdi. Afsuski, jahon chempionatida qatnasha olmaydi. Husniddinning chap tizzasida oldingi xochsimon bog'lam uzilishi, tizza kosachasi yarim chiqishi, bog'lam shikastlanishi, shuningdek, ichki va tashqi menisklarda yirtilish, qon ketish va ishishlar aniqlangan. Albatta, bu jiddiy jarohat va ba'zida futbolchilarning karyerasiga xavf soladi. Nima bo'lganida ham Husniddinga tezroq sog'ayib ketishni va safga qaytishni tilaymiz. 2026-yilning mart oyida O'zbekiston FIFA Series musobaqasiga mezbonlik qiladi. Raqiblarimiz Trinidad va Tobago, Venezuela va Gabon. Ushbu chempionat har 2 yilda o'tkaziladi va 8-9 ta davlat mezbonlik qilishadi. Jahon chempionati oldidan bu musobaqa juda muhim, ayniqsa Venezuela bilan o'yin. Chunki guruhimizdagi asosiy raqiblarimizdan biri bu Kolumbiya. Venezuela bilan o'yin bizga Janubiy Amerika futbolidan nima kutish kerakligini ko'rsatadi. Bizda hozircha shular edi. Videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.